Xitoyga qaytarilish uchun Doha aerodromida qo'lga ilingan Sharq Turkistonlik Abdulhakim Yusufning Amerikaga avatilganligi bildirildi. Yevropa xəvərlər torining muxbiri Mustafa Bag ommaviy taratquv hisobida e'lon qilingan xabarda Bosniyadan qaytarilgan va Xitoyga qaytarish uchun Qatarda aerodromda tutib turilayotgan Abdulhakim Yusufni qutqizish uchun Uyg'ur faoliyatchilarining harakatga o'tganligi bildirildi. Yangi uchurlarga asoslanganda Abdulhakim Yusufning Amerikadagi ommaviy tashkilotlarning tirishchanligi bilan Amerikaga qaytarilganligi ma'lum. Xitoy hukumatı 31-iyul bayonot axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlariga qamalgan musulmonlarning ko'pinchisining uyiga qaytganligini e'lon qilgan edi. Erkin Osiyo radiosining Oqsu, Xotan va Qumul qatorliq joylarga qarata elib borgan dalillashi natijasida adliya va jamoat xavfsizlik organlarida, shundaqla viloyat va nohiyalarda vazifa o'tayotgan ma'murlar oz sondagi salomatligi nachar, yashangan va o'lim xavfi bor bo'lgan kishilardan boshqa hech kimning qo'yib berilmaganligini aytish orqali Xitoyparast qo'rchoq amaldorlarning yolg'onchiligini o'ttirg'a chiqadi. Xitoyning Hong Kong alayida ma'mur rayonida gumondorlarning Xitoyga qaytarilishiga yo'l ochadigan qonun loyihasiga qarshi 10 minglagan kishining qatnashishi bilan elib berilgan namoyish jarayonida bir to'p kishi tarixiy Viktoriya portidagi Xitoy bayrog'ini tushiryapti. Janubiy Xitoy sargizning xabar qilishicha, 4 nafar qora kiyim kiygan namoyishchi Viktoriya portida momga yamishib chiqib, Xitoy bayrog'ini tushirayotgan. Amerika prezidenti Donald Trumpning Venezuelani qamal qilish va ayirib etish haqidagi bayonotidan keyin Venezuela prezidenti Maduro Venezuelaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy turishliq vakili Munjadani bu haqda Birlashgan Davlatlar Xavfsizlik kengashiga iltimos qilishga o'rlashtirdi. Maduro Venezuelani qamal qilmoqchi bo'lsanglar, qarshi turishga biz tayyor dedi. Uzun yillardan buyon iqtisodiy va ijtimoiy krizlarga bo'g'ilgan Venezuelada bu yil 23-yanvar o'qituvchilar ko'p sonliqni egallaydigan parlament a'zosi Guaido o'zini vaqtli prezident deb e'lon qildi. Amerika va nurg'ulg'an Latin Amerikasi va G'arb davlatlari uni qo'llaydiganligini e'lon qildi. Turkiya, Rossiya, Xitoy qatorliq davlatlar bo'lsa, Maduroni Venezuelaning qonunli davlat raisi deb qo'lladi. Moskva Guaidoning prezidentlik salohiyatining kuchga ega emasligini e'lon qilgan edi. Amerika Mudofaa ministri Mike Esper yaqinda Tinch okean rayonida o'rta masofalik boshqariladigan bomba o'rnashtirilganligini bildirdi. Amerika Donald Trump hukumati o'rta manzillik yadro qurollari kelishimidan rasmiy chekinib chiqqandan keyin Amerika Mudofaa ministri Mark Esper Avstraliya safarda aerodromda muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda bir qancha oy ichida o'rta manzillik boshqariladigan bomba o'rnashtirilganligini aytdi. O texmi yuqori texnikalik boshqariladigan bombalarning yasalish uchun vaqt ketadiganligini bildirdi va menchi bo'lganda to'g'ri bo'g'ini ko'p vaqt o'tkazmasdan o'rnashtirish dedi.